Murabbiyisini olib kelyapti mana. Senga hadya futbolning dadasidan. За все, что ты делаешь в футболе. Иншаллах, чтобы было таких ребят в Узбекистане побольше и процветали страну. Поздравляю. Tabriklaymiz. Qarshi O'zingiz ochib beringmi? Yo, siz o'zingiz ochib bering keyin. Mana bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Wow. Bu qanaqa paketi bu Ibrohim? Bu eng full night paketi. Wow. Gelenwagen night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir his tuyg'ularingni gapirib yubor nimadir deb. Rahmat sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz vaqtda. Ko'zlarini qaranglar, ko'rib turibman. Gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка. Polik, molik, antiradar hammasi. narsasini biza qilib beramiz. Kelishdingmi? Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohim bilan kelishdingmi? Xudo xolasa. Bo'ldi. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir qilgan inson mana bo'ladi. O'zbek futbolining legendasi Hikmat aka. Poyez aslida bu bo'lgan boshida. Gap yo'q, Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oo! Abduqodir aka yomon. Har bir ota-onaga nasib qilsin. Shunaqa futbol